og'riq kechdi 8 soat bo'ldi. Jigarda, qorin bo'shliqlarida tugunlar bor edi. Onkologik tugunlar. O'sha tugunlarni hammasini olishdi. Jarrohlik qiyin o'tgani uchun ko'p anaqa bo'ldi. Temperatura bo'lib tushishlari qiyin bo'ldi. Hozir hamma narsa o'z holiga keldi. Alhamdulillah. Xudoga shukr. Buyog'iga sog'ayish boshlandi. Buyog'iga faqatgina navbatdagi bitishi qoldi. Klinikaga kelsak, klinikadagi hamma hamshiradan tortib, sanitarkadan tortib, xodimlarigacha, doktorlarigacha oliy xizmat qilishdi. Jiddiyan minnatdorman bulardan ko'rsatgan xizmatlariga. Allohim ishlarini ziyoda qilsin, umrlarini ziyoda qilsin, kasblarini o'ziga manfaat